Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga kurchokda to'qilgan ushbu nafis ro'molchamizni turli obrazlarda qanday taqish mumkinligini ko'rsatib beraman. Bosh kiyim tarzida, ro'mol o'rash ko'rinishida. Belda ham chiroyli aksessuar sifatida. Klassik kostyum yoki shim kostyumlar bilan sharf sifatida ham ishlatishingiz mumkin. Agar ochiq ko'ylakda o'zingizni noqulay his qilsangiz, ushbu ro'mol sizga juda qo'l keladi. Yengilgina tashlab qo'ysangiz ham obrazingiz yanada nafis ko'rinadi. Shuningdek, belga, yelkaga yoki zamonaviy milliy uslubda ham taqishingiz mumkin. Juda universal detal. Azizlar, bu uslublar sizga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa, Zuhra Star bilan birga qoling. Oldinda yana ko'plab qiziqarli videolar bor. Xayr azizlar!